Assalomu alaykum, marhamat, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Ismim Jahongir, Jizzax shahridan kelganman. Xush kelibsiz. O'zi aslida qaysi kasb egasisiz? Turizm bo'yicha ishlaganman, o'qiganman, Rossiyada o'qib bitirib kelganman o'qishni. Turizm sohasida. O'zingiz sohangizda ishladingizmi yo'qmi? Определенный период ishladim. Bo'ldi, keyin tugatdim. Xo'p, gap yo'q. Bu nechinchi akademiya? Tradingni oldin o'qiganmisiz biror joyda yo'qmi? Oldin o'qiganman, bir taniqli trader akani anaqasida o'qiganman. Akademiyalarda. Taniqli. Qoniqmaganman, shuning uchun Abdurahmon aka keldim. Qancha o'qidingiz u yoqda? 1 oy. 1 oycha o'qidingiz. O'zi kurs necha oylik edi? 3 oylik. 3 oylik. 3 oylik. Ya'ni birinchi oydan qoniqish hosil qilmadingiz? Yo'q, umuman. Qoniqmadim. Men kutgan natijani bermadi. Siz kutgan natijani bermadi. Endi to'xtang. Siz kutgan natija qanaqa natija? Siz nimani xohlaysiz va triplardan nimani topa oldingiz? Birinchi o'rinda bilim xohlayman. Чтобы bilimim bo'lsin. Men chunki 1 oy o'qigandan keyin o'zimda bilim ko'rganim yo'qda, sezganim yo'q. Nimani o'rgandim, nimani o'rganmadim bilmadim. Shuning uchun Abdurahmon aka keldim. Bu yoqqa keldingiz. Hozir 3-hafta ketyapti adashmasam, to'g'rimi? 3-hafta. 3-hafta. Qarib 1 oy bo'libdi-ya, to'g'rimi? Почти 1 oy. Почти 1 oy. U yoqdagi 1 oy bilan bu yoqdagi 1 oyni farqi bormi, yo'qmi? To'g'risini ayting. To'g'risini ayting. Birinchi kundagi 3 xil tema, bu yoqda birinchi kunda 3 ta tema o'tdik-da. O'sha 3 ta temani biz adashmasam 2 hafta o'tgandik. U yoqni 2 haftasi o'rnini bosdi. Bu gap. Tushunarli. Сравнить qilish uchun. Bu yoqdagi 2 hafta bergan bilimi, bu yoqda birinchi kun 3 ta temada o'rgatib ketishdi-da. Zo'r. Avvalo bu narsadan xursandman. Biz o'zimiz ko'zlagan maqsadimiz ham shu. Ya'ni haqiqiy bilim berish va haqiqiy bilim bilan sizni natijaga olib chiqish, natijadorlik biz uchun muhim. Kelajakdagi maqsadlaringiz nima, xudo xolasa? Tradingni o'rgangandan keyingi maqsadlaringiz? Tradingni o'rganganimdan keyin xudo xohlasa maktab ochmoqchiman. Trading maktabi emas. Обычный maktab. Trading bu tramplin deb menga xizmat qilishi uchun keldim bu yerga. Gap. Niyatingizga yeting inshaalloh. Sizni Triplar akademiyasida jamoamizda ko'rib turgandan xursandman. Katta rahmat. Xush kelibsiz. Rahmat.